Ustozlar, bu hayotda bir kuy bor, chalib charchamas so'zlar. Avj olib borar tinmay, bor ekan to ustozlar. Ustoz bo'ling bilarsiz, mashaqqati ranjini, arzimas poy uzra soching dunyo g'anjini. Ma'rifatsiz yashardi insonlar zolim bo'lib, axir go'dak onadan tug'ilmas olim bo'lib. Ilm bois dillarga ziyo nuri sochildi, sir asror dunyosiga keng eshiklar ochildi. Farobiyni Farobiy Sinoni tabib qildi, Navoiyga yoshlikdan kitobni habib qildi. Quyosh deymu, oy deymu, sochar tinmay ziyoni, ustoz bilan Allohim obod qildi dunyoni. Aytay deyman yana, ma'qulda so'zning ozi, podshohni ham bor bilsak, oddiygina ustoz. Men uchun otandek aziz bo'lgan ustozlarim, sizlarni bergan ilmlaringiz, qilgan mehnatlaringiz uchun Allohimdan 2 dunyo ajr savobini berishni so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.